Assalomu alaykum akalar, ukalar, aziz obunachilar. Bugun Samarqand viloyatida Oqdaryo tumanida Besoteli parnigimizni tugatdik. Konteyner mahsulotlarini firmalarning orasi 2 metr, stoykalarning orasi. Ishlar mumkin. Plyonkамizga kelsak, plyonkamiz 1,2 lik. Xitoyning quyosh emblemasi bor, 1,2 lik plyonkamiz. Bu yerda 70 santimetrlik luki bor. Havo isiganda ochib shabadalashtirishga. Bu stoykalar. Stoykalar mana bu holatda. S holatda bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Hammasiga bittadan ligotka qo'yganmiz, oldi tarafiga ham qo'yganmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Tashqaridan ham ko'rsataman. Qo'ldan kelgancha mustahkam bo'lish uchun sabablarni qildik. Xudo xolasa qorga, shamollarga yaxshi turadi degan umiddamiz. Avvalo Xudo. Narxlariga keladigan bo'lsak, 7,5 milliondan 8,5 milliongacha qilyapmiz. Parnigimizning balandligi 4,30 cm, общий balandlik. Tashqari holatdan ko'rinish. Ligotkalarini bu turbalar bilan ochsa bo'ladi. Kristalina qo'yib qo'ydik. Old tarafi ham 80 cm ochiladigan xolos. Old tarafi. Ishlarimiz O'zbekiston bo'ylab Besposredniy yo'lga qo'yilgan. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha vaqtimiz bo'lsa qilib beramiz. Buni aylantirsak 20 litr bilan. Bu yergacha ochiladi. Bu taraf ham, bu tarafdan ochiladi. O'rtaga ish bo'ladi. 730 santimetrli alkalar bo'ldi. 3ta 21 ga. 22 ga ham 22 joyimiz. Obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Avvalo rahmat akalar. Sog' bo'linglar. Salom.